Quyosh cheksiz kengliklar bilan uchrashgan joyda bulutlar azim chinorlar o'zbek xalqining mustahkam iroda va ishonchi uzra soya solgan o'lkada abadiy xotira yashaydi. Va keling, shu lahza bahorni unutib, bundan salkam bir asr oldin jonini vatan va tinchlik uchun tikkan o'g'lonlar, ayollar, urush tufayli qurbon bo'lgan bolalarni yodga olaylik. Ko'zining oq va qorasini zaminga topshirgan onalarni, suyanchidan erta judo bo'lgan otalarni, xalqim deb shahid bo'lgan bobolarimiz ruhlarini shod aylaylik. Bugun insoniyat tarixidagi eng qayg'uli bayram, eng muhim va shonli kun. Bugun Abdulla Tog'ayev, Mamadali Madaminov, Ahmadjon Shukurov, Sobir Rahimov, Abdulla Otaxonov kabi millionlab yurtimiz qahramonlari fashistni tormor etgan sana. Noma'lum askar qiyofasidagi 100 minglab insonlarga bag'ishlangan kun. 10 minglab bolalarni sen yetim emassan deya bag'riga bosgan ajdodlarimiz xotiralari qadrlanadigan kun. Bu tarixga muhrlangan xotira. Bu 35 jildga sig'mas abadiylikdir.